tozasagina tozalik yaxshi-da baribir. Assalomu alaykum mahalladoshlar, omonmisizlar? Shu desanglar, hovlilarimni, ko'chalarimizni bir chinnidek qilib tozalab qo'yay. Eshitdinglarmi? Axir prezidentimiz kuni kecha video selektor yig'ilishida butun respublikada tozalik va ozodalik oyligini e'lon qildilar. To'g'rida, Saranjom, Sarishta hovliga ozoda, pokiza mahallaga fayz kiradi. O'sha yerda baraka bo'ladi. Dugonajonlarim, siz ham bir g'ayrat qilib uyingizni, ko'changizni supur-sidir qilib qo'ysangiz zabt ish bo'lardi-da. Mahalladagi bir dugonam bilan gaplashib qolgandim. Yaqingacha ishsiz uyda o'tirardi. Mahallasiga chiqqan ekan, subsidiyaga tikuv mashinasini olib berishibdi. Mahalla idorasidan kichkina bir xona ham ajratib, bitta mashinasini ikkitasini 4 ta qilib, hozir kichik tikuvchilik sexiga naqd 20 nafar mahallamiz ayollarini ishlatayotgan ekan. Ilgarilari mahalla idorasiga spravka so'rab chiqardik xolos. Bugun ular biznes markazlariga aylanyapti. Prezidentimizning aytishlaricha 33 ta tuman va 330 ta og'ir mahalla belgilanib olibdi. Bu tumanlarning har biriga 100 milliard so'mdan, 330 ta mahallaning har biriga esa 5 milliard so'mdan mablag' ajratiladi. Jahon banki va Islom taraqqiyot bankidan jalb qilingan 100 million dollar ham mazkur maqsadlarga qaratiladi. Bundan tashqari ushbu tuman va mahallalardagi driver loyihalar infratuzilmasi uchun yana 2 trillion so'm beriladi. Umuman bu dasturni moliyalashtirish uchun jami 7 trillion so'mdan ziyod mablag' yo'naltiriladi. Kelgusi 1 yil uchun 2000 ta mahallaga qo'shimcha qancha mablag' berilganini bilasizmi? Naqd 8,5 trillion so'm. Albatta, prezidentimizning mahallalar obodligi, tizimning samarali ishlashi borasida bildirgan har bitta tashabbuslari zamirida oddiy odamlar, oilalar farovonligi, mahallalar obodligi kabi ezgu maqsadlar mujassam. Haya, gap bilan bo'lib ishlarim qolib ketmasin. Hali butun hovlini oynasini artib chiqishim kerak. Yana ko'rishamiz.